Bugün 7 devlet yığınında Şinjan, Tibet, Şangan, Tayvan meselesi oturup koyuldu. Ben bunu ciddi halatda dünyada şu 7 devlet yığınına şu meselelerini götürüp çıkarmak için men üçün gerçi vətənim müstakil bulup hazırlan bir toy bulup ketmegen bolsunmu men üçün şu bir toy bulavatqandek vətənimnin bir aşı ıssıq şamalla müstakil bulduğan heydir burnum uruvatqandek men şundaq bir hissiyatda hoş buluş ümidideki günüm dep qarasam buludu. Bugün men üçün etqa vaqtida nayt hoş xabarlar kelgen gün. Mening xalqim şu 100 yıllardan beri vətənin müstakilligi, özlərinin erkinligi üçün davamlıq besib alğan basqınçılar, təcavüzçülər üstüdən kürəş qıb gəldi, qanlıq cənglərini qıb gəldi, solandı, uruldu, öldürüldü, qırıldı. Rəqiblər, besib alğan zoravallar, təcavüzçülər, cihangirlar öldürüp harmidi, mening xalqim ölüp harmidi. Mening xalqim şunda qiynaldı. Balalarından tatip, ayallarından tatip, bovaylarından tatip 24 saat vətənini qutulduruş, özünün hayatını, hayat mamatını qutulduruş və rəqib bilən cəngə təyyar turub muş neçə yüzyıllarını, yüzlap yıllarını ötküzdi. Hem şunda ötküzüvatıdı. Mening xalqimning şu ziminning egisi ekanligidan andish qilgan tajovuzchi Xitoy mening xalqimni to'xtamay qiryotidu, lagerlarga solayotidu, o'ltiryotidi, ich a'zoyini import, eksport qilyotidi, bolalarimizni aktiv xitoylashtiryotidi, qizlarimizni aktiv har xil usullar bilan o'zgartiryotidi. Lekin bizning xalqning buning bilan Xitoy tutmaydi. Men shuningga ishonamanki, chet eldagilarni mushundaq da'vo qilganlardan qo'rqadigan, Uyg'ur xalqini mustaqillikka ochiqish uchun jangga o'zini otganlarni yetim qoldiradigan bir qism xoin, munofiq, qo'rqinchoq, shuhratparast, manfaatparast shaxsiyatchilarni tarbiyalayotdi. Buning bilan yana Xitoy hech nima qila olmaydi. Hech nima bo'lmaymiz. Biz milyon adam aşındaq bo'lib Xitoy aş darajaga akab qo'ygan bo'lsa, 10 tal adam 100 milyon adamның işini qiladi. 100 tal adam 1 milyard adamның işini qiladi. Bizning ovozimizni, bizning sesimizni, bizning harakatimizni Alloh taolo degan barakat bilan butun farishtalar uchib yurib dunyoning ham yerida tang o'g'ildi. Men o'zim 2005'ten tatip 2015, 2016, 2017'gacha to'xtamay yolg'iz ovozim bilan 5 tarjiman yetishmagan ahvol ostida Olim Situb, Zübeyde, Ömer Qanat, hatto Angliyadagi Anvarlargacha menga tarjiman bo'ldi. Yana va boshqa mamtimin a'lo mush 5 adam mening tarjimonligimni qilib yetishmagan holda Yaponcha tercümanlığımni nima ma'vo Qutluk, Olimjon, yana aşağıda nurg'un tercüman balla Ahmadjon degandek nurg'unlar mening yaponcha tercümanlığımni Gulnisa, G'ayrat degandek nurg'un odamlar yaponcha tercümanlığımni qildi. Men inglizcha, yaponcha va italiyacha tillar bilmaganligim uchun Muşundaq tərcümanlar bilən 15 yıl Uyğur avazı bulub dünyanın gün tərtibiyə Uyğur xalqı müstəqil bulmaydıgan Xitay besib alğan bir ziminin bağlığının inkasını birəlidim. Onun ki benim bilən billə səbdaşlarım, şagirtlerim, məsləhətdaşlarım ular hazırgacha to'xtatmay davomlashtirib kelyapti. Mushu davoni qilish jarayonida nurg'un xatoliklar yuz bergan bo'lishi mumkin. Lekin hammamizning maqsadi vatanni mustaqil qilish, Xitoyni tahrirsiz ziminimizdan qo'g'lab chiqarish. Unda xatoliklarni qildi deb agarchanda rivoyat so'zlamoqchi bo'lsak, shularning o'tkazgan xatoligini o'tkazmaydiganlar, odam tillash,
odam ayblashning o'rniga burun mendimi o'tildi bu ahvol. Men tuzatdim. Xato ekanligimni, xatoligimni bildim. U jasos, bu jasos degan shu vaqtdagi ochig'imda degan gaplar har xil ulinib chiqib ketdi. Men buningga shunday gaplar bilan haqoratlangan odamlarga ularga ben afsuslanman o'zim. Bu tarix o'tib ketdi. Lekin hozir shunday o'ylaymanki, Uyg'urning ichida qo'rqanchiqmi Uyg'urning vatan mustaqil bo'lishni orzu qildi. Setilgan xoinlarmi Uyg'urning vatanning mustaqil bo'lishni xohlaydi. Lekin jur'at qilib o'tirg'i chiqolmaydi. Bizni ular haqiqiy yomon ko'rmaydi. Qalbidan agar kuchi yetsa vatanni mustaqil qilib bergan deb qaraydi. Shunga qo'rqinchoqlar, ikki yuzlilar, jon beqish uchun yashayotganlarni ayblashning o'rniga biz o'zimiz qo'rqmaydigan, kuchli, irodamiz mustahkam, o'zimizni vatanga otagan, shu vatanni birsimiz 1 milliard odamning ishini qila oladigan, sesimizni dunyoga anglata oladigan, qabul qildira oladigan, irodamizni qabul qildira oladigan, xalqimizni, vatanimizni Xitoy tajovuzchilarining, Manju tajovuzchilarining va Shinsisay tajovuzchilarining hem Rossiya tajovuzchilarining hammasining qo'lida qandoq setilgan, dünya imperiyasining qo'lida manfaat uchun qandoq o'ynalib setilgan, mushun dunyoga e'tirof qildira oladigan bir guruh odam biz gerçi 10 bo'lsaqmi, 100 bo'lsaqmi, 1000 bo'lsaqmi, million odamning xizmatini qila olamiz. Shuning uchun men hammanglarning qo'rqmasligini, irodanglar bor odam, o'zinglarga ishinib, men 1 million Uyg'ur deb oldiga chiqaveringlar. Aql bilan, axloq bilan, saviya bilan chiqinglar. Taqitqi gap qildiganlaringlar, hech bo'lmaganda Uyg'ur mustaqil bo'lsin desanglar, mushundaq aqlinglar yetmaydigan ma'lumotdan gaplarni qilganing o'rniga jim turib bersanglarmi bizni qo'llab shu o'yin qilib. Hammasi nima desa aning oqidan guldirlab, nima desa maning oqidan guldirlab, nima desa aning oqidan guldirlab, kim bir dasqan sep qo'ysa shuning oqidan guldirlab vatanni ozod qila olmaydi. Vatanni ozod qiladigan birdan bir kuch, iroda, mukammalchilik, dasqon, pasqon, do'stya, birodar, qo'rqish, tahdid, shaxsiyati hammadan kechirganda vatanni mustaqil qiladigan insonlar oldiga chiqalaydi. Bu faqat ko'p bo'lmaydi. Har qanday davlatning mustaqil qilganlar ya 15 ya 20 ya 5-6 ya 1 ya 2. Mushundaq odamlar ommani o'zining oqidan, o'zining kuchi bilan agashtirib oladi. Ishonamanki, men shundaq bir shaxsning birisi deb qarayman o'zim. Shunga men o'zimni yosh vaqtimda bir yetildirgan bo'lsam, 78-80 ga kiraydigan vaqtimda yana bir qitim vatanimning mustaqilligi uchun yetildiryapman. Masalan, men Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu necha qitim ishkin ochdim desammi bo'ladi. Biz kirgan vaqtida 3 minutlik so'z berdi. Bir qitim ma'lum setib tarjimon bo'ldimi, Umar Xonov tarjimon bo'ldimi, tarjimon bo'ldi ish qilib bana. Shu tarjimonlar berib tarjima qilib berdi. Shu yerda bizning ziminimiz besib olingan zimin degan to'q 190 necha davlat qatnashib ekan. Xitoy tarafı turib 50 necha davlat ovoz berib, meni qo'g'lab chiqarishni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichidan yig'in so'zimni tatib olishni ovoz qo'ydi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Endi shu yerda Amerika boshchiligidagi butun g'arb dunyosi men tarafga ovoz berdi. Qat'iy qo'g'lab chiqarmaymiz, o'zining yurikidikini deydi bugunda. Aşağıda jang maydoni bo'lib ketdi. Asli 3 minut ruxsat bergan söz bana 19 minut davomlashtirishimga sababchi bo'ldi. Allah bana undaq yordam qildi. Shu vaqtda bizning musulmon davlatlarimiz, Türk davlatlarimiz hammasi Xitoy tarafga turib meni qo'g'lab chiqarishga ovoz berdi. Lekin g'arb davlatlari uchun, demokratiya davlatlari uchun hammasi menga ovoz berdi. Bizdek ezilgan mustaqil bo'lish orzusi va millatga bo'ldi. Ovoz berdi. Qarindoshlar, mundaq ishlar bir yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida men 5 qitim uchirdim bu ishga. Bu qitim dunyo qo'rqultidan Zubaydan berib, Zubaydanmi dal shuni uchirabdi. Mana biz hech bo'lmaganda har barga vaqtimizda butun dunyo davlatlarining oldida o'zimizning mustaqil bir davlat ekanligimizni namoyon qilib, butun hamma davlatlarning quliga kirgizyapmiz. Hozirla mustaqil qilinmagan bo'lsak, kishilik huquq deding, uni deding, buni deding deyotganlar bor. Kishilik huquq desak bu mustaqillik, erkinlik desak bu mustaqillik, demokratiya desak bu hammasining oxiri mustaqillik qo'yib qo'yadi. Hech qachon biz bu gaplarni qilganda mustaqillikdan voz kechdik deganimiz yo'q.
Men aşı sözünü sözlep atkan balalarga iş bulmasa, iştep kılanmagan bolsa, Birleşken Devletler Teşkilatı'na berip, her yılı aşta içildiğin yığınlarda muşuna avazını çıkarıp, biz demegeni uladısın. Bir-birimizni tillap deyip, öz kılanmaga işini bizim tillaş arkalı perdezlemey. Aş Birleşken Devletler Teşkilatı'na siz berin. Avrupa parlamentiga berip, şu yerde sizin besibilingan zemin ekanligingizni itiraf qildiring. Siz bütün devletlerin parlamentiga berip itiraf qildiring. Bütün devletlerin nutq so'zlang. Biz besibilingan zemin. Sizni kim tutib oldi? Sizni vaqtingizni bizni yoki mush oldin qisab chiqqanlarni tillash bilan isrof qilguncha siz shu o'zingizning shu vaqtingizni shu ish qilib haqiqiy amaliyatingiz bilan Uyg'ur xalqi mustaqil bo'lmaydigan bir xalq ekanligini, Uyg'urning zaminini bu besib olganligini Xitoyning dunyoga anglatmamsiz. Mayli Sharqi Turkistondamisiz, mayli Uyg'uristondamisiz, nima desiniz dang, o'zingizning ishidikini tillamay ani anlating. Siz qiladigan ish topolmay chiqib Uyg'ur da'vogarlarining minchilik xatolik bo'lsa uni tortib chiqib, inchilik xatolik bo'lsa uni tortib, kunda adam tillash bilan ömrünüzü ötküzsünüz, özünüzün psikologiyası bozuldu, özünüz aramsız bulursunuz, aileniz aramsız bulurdu. Ben sizin doğru yolu başlap koyay dedim. Endi şu tillavatqanlarning hamiz to'liq Uyg'ur emaskan. O'zbek qarindoshlarimiz ekan, bizni tillavatqanlar Avstraliyada bo'lsin, Shvetsiyada bo'lsin, Amerikada bo'lsin. Lekin bu o'zbek qarindoshlarimiz hargiz bizni unda tillaydigan qarindoshlarimiz, bizning qon qarindoshimiz. Siz o'zingizni ashlaq millat chiqirib o'xshaysiz. O'zbekistondagi o'zbeklar bizning qarindoshimiz, so'zimiz bir, tilimiz bir, dinimiz bir, qanimiz bir. Sizning undaqliq ayrimchilik qilib chiqib Uyg'urlarga undaq tajovuzchilik qilsangiz, har xil til haqoratlar bilan Uyg'ur da'vogarlarini tillasınız, o to'g'ri bo'lmaydi. Avstraliyadagisi bo'lsin, boshqa davlatdagisi bo'lsin, og'zingizlarni tillashning o'rniga sizning bir tarafingiz yana Uyg'ur ekan, bir tarafingiz o'zbek bo'lsin. Siz darhol o'zingiz mushu qandoq qilib xalqni to'g'ri yetaklaymiz, qandoq qilib biz o'zimizning amaliy ishimiz bilan xalqimizga javob beramiz deb javob bering. Odam tillash bilan chiqib bilib uning ayibini, buning ayibini, uning ayibini. Mendimi bo'lgan dedim, kechirim so'radim bir qatim. Men tuzatdim. Tuzatdim o'zingiz. Kunda Uyg'urning shu yarısını tatılapla ötküsünüz. Xitayni tillaydigan vaqtingiz qolmaydi. Xitoyning ayibini ochadigan vaqtingiz qolmaydi. Siz nima uni ishlatmaysiz vaqtingizni? Mening mushu gaplarni gap qilyapman. O'ylab beqinglar. 68-yili mush Qizil batalyon degan madaniyat inqilobida odamlarni shundoq bostirib qilayotgan Ashotning rayonining ma'mur raisi Iminov Kamlanni tutib opirib o'z Uyg'ur jasuslarning qo'li bilan bo'yniga o'q urib o'ltirayotgan Axunublar, Mejissilinglar Xitoyga qarshi Xitoyning qurolliq zimini ostida qurolliq jang qilib ashada shehid bo'layotgan, uning oqidan Borin vaqasida ko'tarilib chiqib minglagan, 10 minglagan narsiydi balalarni büshüklarda yotqan yerda o'ltirib tez tiqib harbiylarni bostirgan Borin xalqi va Borin vaqasini mayli Kucha, mayli Aqsu, mayli Qashqar, mayli Xotan, mayli G'ulji, mayli Oltoy, mayli Urumchi, mayli Cho'chak, mayli Qumul, mayli Turpan hamma yerdan tashkillanib avtomatik Xitoyning shundoq ming ishpiyonlarining ostida Borin vaqasini ko'tarib chiqqan qahramonlar qanday qirildi, qanday o'ldi. Ashlab umid bo'lganligi uchun, vatanimiz besibilingan zamin ekanligini bilganlik uchun bu zaminni tahrirsiz mustaqil qilib berish, xalqiga olib berish orzusi uchun jon berdi. Uning oqidan Borin vaqasining oqidan 85, 89, 88 namoyishlar bo'ldi, yoshlar namoyishlar bo'ldi. Onundan keyin o'ylab beqinglar. Aqsuda 10 minglik odam 80-yili 10 minglik odam Aqsuda qo'zg'alib, Aqsu vaqasi bo'ldi. Kuchada qurolliq o'zi qurol yasab vatan mustaqilligi guruhlari chiqib minglagan bolalar etib o'ldirildi, tutib so'laqlarga qiynab o'ldirish, so'lash bilan oxirlashdi. Bizning xalqimiz bir daqiqa to'xtab qoldimi? Xitoy besib olgan kundan tortib 57-yili qandoq qo'zg'aldi? 54-yili qandoq qo'zg'aldi? Bizning vatanimizni mustaqil qilganlar, shehid bo'lganlar, mustaqillik bayrog'ini tiklaganlar bizga o'zining vazifasini qo'yib ketdi. Xalqimiz to'xtamay shu istimoldi.
Muşundaq bir xalq biz. İnqilabçısı ayrım, oturdikisi ayrım, qosaq vaxtısı ayrım, Piştinxoğlusu ayrım, Xitaypərəstləri ayrım. Lekin hazır biz nim bolduq? Piştinxoğlusu, qosaq vaxtısı mı, yanı birisi mi, Xitaypərəstləri mi? Həmmisi işide birlik kep oldu. Şunu Xitay, mavi Xitaypərəst, mavi onda demək, Uyğur bulu diken öldürmən dep öldürüp atıdı. Həmmisi Xitay özü bizge özünü tanıttı. Sen Uygur bulu dikensen benim dostum emes dep tanıtıp, lagırını, turmunu içip bizim halkımızın kırdı. Muşunda kıkandı mı uyganmavatkan çeteldeki Uygurlar bağımı dese? Yok, hemiz uygandı. Lekin uladı nemi bağ degende şəxsi mənfət, urğu tuqqalları, canı can, balları, acıları, tuqqalları əşər qıynalmasın dep her xil faaliyetlerde, her xil gəplərini kuydu ve kaçıdı, nehri turudu, undaqlı. Bunu mu ayıplamayız? Yukarıda ben degендek bir milletin işinden hemiz pidakar çıkmaydı. Şu pidakarlıkla özünün vatanının, özünün halkının işidi mi nurgun zerbeler uçuraşkı çıdağanda düşmen gibi takabül durup şulağı çıdığanda ondikin şu halkı yetekçi olalaydı, ondikin şu halkının kahramanı bulalaydı, ondikin şu devletin ilgisi bulalaydı, ondikin şu milletin yetekleyeleydi, ondikin şu zimine cevap verelaydı. Bunu Allah asanla, mundaqlamcı qadam çıkırıp koymaydı. Aşına sanaqlıq adamlarını çıkırdı. Şunun için bu sanaqlıq adamlarga nurgun zərbələr tegdi. Məsələn, bizim tariximizdə peyğəmbərlərimiz qanda bolğan. Meyli İbrahim əleyhissalam, meyli Musa əleyhissalam, meyli Muhammed peyğəmbərimiz. Uş bizдің peyğəmbərlər, ondan keyin onundan başqa əvliyalar çıxan. Həmmisi mana muşundaq pidakarlıqlarını Allah'ın aldıda öz üstüne ağan. Biz bu halkımızın aldıda, Allah'ın aldıda öz üstümüzde ağan insanlar biz. Şundak insanların çıkışını, şundak insanların bunda dedi, bunda dedi demek özünü terbiyeleşini ümit kılmayın, hemen şunu çakırmayın.